Assalomu alaykum do'stlar, kanalga xush kelibsiz. Agarda videolarimiz foydali bo'layotgan bo'lsa, like bosib obuna bo'lish esingizdan chiqmasin. Bugungi masalamiz 2239 nolga eng yaqin bo'lgan sonni topish masalasi hisoblanadi. Bizga integer bilan to'ldirilgan array berilgan. Bu arrayda 0 dan kichkina va 0 dan katta sonlar bo'lishi mumkin. Biz qiladigan vazifamiz 0 ga o'ng tomondan va chap tomondan eng yaqini qaysi element bo'lsa, shuni topishimiz kerak bo'ladi. Ya'ni misol uchun -2 bor bizda va 3 soni bor. 3 0 gacha, ya'ni 2 uzunlikda yaqin, 3 bo'lsa 3 uzunlikda yaqin. Shuning hisobiga biz 2 ni olamiz. Yana bitta bizga sharti bor. Agarda bu yerda 2 bo'ladigan bo'lsa, ikkalasi ham 2 o'lchamda uzoq turibdi. Shuni hisobiga bizga bitta shart berilgan. Bunday holatda o'sha musbat sonni olinadi, ya'ni 0 dan katta sonni olish kerak. Ya'ni ikkalasini o'lchami teng bo'ladigan bo'lsa, kattasi. Birinchi misolni ko'rib chiqamiz. Misol uchun eng yaqin element bu yerda 1 bo'lyapti. Qolganlari 4, 8 o'lchamda yoki 2, bu ham 4 o'lchamda uzoqlikda turibdi. Misol uchun o'rtada 0 bor. Bunga eng yaqini o'sha 1 hisoblanadi. Yoki agarda mana bu 2 emas, -1 va mana bu 2 bo'ladigan bo'lsa, eng yaqini -1 hisoblanardi. Chunki bu ham o'sha faqatgina 1 o'lchamda uzoqlikda joylashgan 2 javob tarqatsa olmas edik. Bu masalani ishlash uchun bitta closest degan o'zgaruvchi ochib olamiz va namsni 0-siga tenglaymiz. Bu o'sha birinchi holatda birinchi element bo'ladi va agarda undan yaqinroq elementlar bo'ladigan bo'lsa, buning o'rniga natija sifatida closestga saqlab ketamiz. For loop orqali namsni aylanib chiqamiz. Element bo'ylab murojaat qilamiz namsga. Tekshiramiz. Agarda hozirgi sonni absolut qiymati closestni absolut qiymatidan kichik bo'ladigan bo'lsa, closestga hozirgi n ni saqlab qo'yamiz. Ya'ni musbat sonni ham, manfiy sonni ham eng kichigini olishimiz kerak bo'ladi. Eng so'ngida faqatgina o'sha sonni, agarda u manfiyga aylanib qoladigan bo'lsa, o'sha manfiy sonni musbati arrayda mavjud yo'qligini tekshirib qo'yamiz. Agarda mavjud bo'ladigan bo'lsa, ana shu musbatni qaytarib yuboramiz. Buning uchun tekshiramiz. Agarda closestni absolut qiymati namsda bo'ladigan bo'lsa, uni return qilib yuboramiz. Aks holda o'sha manfiy sonni o'zi return bo'ladi. Masalamiz 63% foydalanuvchilardan 4 millisekundda tez ishladi. Bu masalamizning tezligi n o'lchamda bo'ldi, ya'ni namsni o'lchamida nams n o'lchamli bo'lgani hisobiga uni o'sha butun boshli elementlarni ko'rib chiqdik va bundan tashqari mana bu yerda closestni musbati namsda borligini tekshirganimiz hisobiga bu ham n ga teng bo'ldi. Bu degani 2n ni beradi. Bu big O ni ichida n ga to'g'ri keladi. Space bo'lsa big O ni ichida 1 ga teng bo'ladi. Biz faqatgina closestga qiymat berdik va uning qiymatlarini mana bu for loop ishlash davomida ba'zi o'zgartirib ketdik. Bu joy egallamaydi. Ana o'sha eski xotiradagi closestni qiymatini shunchaki boshqa songa o'zgartirib qo'yish mumkin. Hammaga rahmat. Keyingi videolarda ko'rishguncha.